Ayollarga erlari qachon magnit misoli bo'ladi. Bu faqatgina ayollar o'z holatlarini tuzatishlaridan keyin amalga oshirish jarayoni hisoblanadi. Ya'ni ayol kishi mehrga muhtoj emas. Ayol kishi e'tiborga muhtoj emas. Ayol kishi qandaydir bir shirin so'zga muhtoj emas, balki loyiqlik ongiga o'tgandan keyin va erini shartli munosabat bilan emas, shartsiz munosabat bilan qabul qilgandan keyin eri unga magnit misoli bo'ladi. Ya'ni shartsiz ravishda degani nima? Menga mehr bersin, meni tushunsin, meni qadrlasin, men bilan birga bo'lsin, menga e'tibor bersin. Bu shartli munosabat. Qachonkina menga shu munosabatlarni qilsagina men baxtli bo'laman. Men xursand bo'laman. Men xotirjam bo'laman. Men ham uni sevaman. Men ham unga yaxshiliklar qilaman. Yo'q. Aslida bu shartli sevgi hisoblanadi. Shartli sevgi qanchalik kuchli bo'lsa, sizni ichingizda norozilik aynan o'sha shart qo'ygan insoningizga nisbatan norozilik ko'payib ketadi. Noroziligingiz qanchalik ko'payib borgani sari u inson tomonidan ham xuddi shunday norozilikni va xuddi shunday qarshiliklarni olasiz. Siz xayolan u insonga tajovuzkorlik qilasiz. Ya'ni ichingizda norozilik bor. U inson mana shu sizni ichki tajovuzlaringizni tashqi dunyoda ko'rsatib beradi. Ya'ni sizga tashlanadi, sizga befarqlik qiladi, sizga e'tibor bermaydi, sizni eshitishni xohlamaydi. Bu sizga yanada kuchli og'riqlarni beradi. Yana bir narsa. Siz ichki holatingizni tuzatmas ekansiz, ichki holatingizga asoslangan holatda tashqaridagi insonlarni sizga nisbatan munosabatlarini xayolan siz o'zingizga shakllantirasiz. Bu nima degani? Meni yomon ko'radi. Menga befarqlik qiladi. Meni yoqtirmaydi. Meni doim g'iybat qiladi. Yokida men haqimda yomon xayollarga boradi. Meni boshqalarga yomonlaydi. Meni o'ylamaydi degan ichki gumonlar. Ya'ni buni sizni ong ostingiz programmaga asoslanyapti. E'tibor bering. Sizning ong ostingizda qanday programma bor? Men noloyiqman, men qadrsizman, men keraksizman. Bu programmalar sizga tashqarida munosabatlarni shakllantiradi. Ya'ni tashqaridagi insonlar siz haqingizda qanday munosabatda ekanliklarini siz xayolan yaratasiz. Aslida ular unday xayolga bo'lmasalar ham. Va siz o'shanday xayolni yaratib, o'sha gumonlarni miyangizga shakllantirib, butun diqqat va energiyangizni shunga qaratganligingiz tufayli o'sha vaziyat sizga rostdan ham tortilib keladi. Magnitday tortilib keladi. Siz nimani o'ylasangiz, siz o'shasiz. Bu bejizga aytilinmagan. Aynan siz o'ylab turgan narsalar bu programmalarning mahsuli. Sizning ong ostingizdagi programmalarning mahsuli. Bu programmalar o'zgarmas ekan, tashqaridagi insonlarni sizga nisbatan munosabatlari hech qachon o'zgarmaydi. Chunki siz ichki holatingizni o'zgartirmasangiz, ularga nisbatan gumonlaringiz, fikr-xayollaringiz ham o'zgarmaydi. Fikr-xayollar va gumonlar o'zgarmasa, sizni xatti-harakatlaringiz ham o'zgarmaydi va hayotingizga yana siz xohlamayotgan narsalar kirib kelaveradi. Siz xohlamaganingiz bilan siz ularga ishonasiz. Siz ularga diqqatingizni, energiyangizni doim qaratasiz. O'zingiz xohlamasangiz ham. Chunki bu avtomatizatsiya.
Sizni ong ostingizdagi programmalar avtomatik o'y-xayollarni ongga uzatadi va doim sizni fokusingiz o'sha narsalarga bo'ladi va hayotingizda magnit misoli o'shanday voqeliklarni o'zingiz tortib olasiz. Bu holatni yaxshilash mumkin. Bu holatlarni o'zgartirish mumkin. Faqatgina bu sizni o'zingizga, o'zingizni harakatlaringizga, o'zingizni xohishingizga bog'liq. Agarda sizda yuqorida aytib o'tilgan muammolar va ichki muammolar bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.